Assalomu alaykum. AXF futbol kanali obunachilari. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda Barselonaning hozirgi tarkibini tuzib ko'ramiz. Qanunda videoni boshlaymiz. Filtrdan Barselona klubini tanlab olamiz. Birinchi navbatda Barselona hozirgi kunda yaxshi o'yin o'tkazmoqda. Kecha ham 4-1 hisobida Villarrealni mag'lub etdi. Yamal hat-trick qildi. Mana Barselona klubining o'yinchilarini ham tanlab oldik. Unda birma-bir qo'yishni boshlaymiz. Iloji boricha hozirgi kunda Barselonada o'ynayotgan o'yinchilarni qo'yishdan qo'yaman asosiy tarkibga. Robert Lewandowski hozirgi kunda Barselonaning eng yaxshi markaziy himoya hujumchilaridan biri. Rafinha Barselonada uning o'rni juda katta. Lamine Yamal dunyodagi eng yaxshi o'yinchilardan biri hozirgi kunda. Va Pedri Barselonaning yuragi desak ham bo'ladi. Dani Olmo, Pau Cubarsí, yaqinda transfer qilingan Joao Cancelo, Alejandro Balde, Jules Koundé, Joan Garcia va oxirgi o'yinchimiz Marc Bernal. Barselonaning bu hozirgi tarkibi menda bor o'yinchilar, menda De Jong yoki Fermin Lopez, yana kim yo'q? Araujolar yo'q. Endi esa Barselona oldin o'ynab ketgan o'yinchilarni qo'yish boshlaymiz. Rashford hozir ham bor. Aitor Baye, Pep Guardiola, Javier Saviola, Marc-Andre ter Stegen, Pablo Gavi, Riqui Puig, Ferran Torres, va yana bitta Wester Szczesny. Tashqari Roni Bardakchi ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin Barselonaning to'liq tarkibi mening akkauntimdan bor. Video yoqqan bo'lsa sizlardan like, kommentariy va obuna bo'lishni kutib qolaman. Keyingi safar qaysi klub tarkibini tuzishimni kommentariyada yozib keting.